ota-onamni, farzandlarimni sog'inib tot deganlarim mana shu joylar aytsin. Charchadim hammasidan, yolg'onlardan. Iltimos, yordam bering. Sizlarning qo'lingizdan keladi, yordam bering. Yig'lamang deysiz, qandoq qilib yig'lamang? Hamma gilos yeb, qulupnay yeb yurgan bir paytda men manaqa sovuqda, manaqa sovuqlarda yashab pul topganman. Mehnat qilganman, uxlamaganman. Iltimos, yordaminglar zarur, iltimos. Nahot haqiqat, adolat yo'q bo'lsa, nahot shunchalik meni qiynashsa, nahot hayot faqat mansabdorlarniki bo'lsa, o'tirib olib pulni olishsa, bu nima adolat, bu nima hayot, bu nimasi? O'zbekiston shunchalik darajada nazoratsizmi?